Mani eng shirin xotiralarim o'tgan o'sha vodiyning haqiqiy o'zbek oilalaridan deb biz oilamiz aytsa bo'ladi. Qo'qonga kelsak, qizim ham maza qilib o'ynaydi va o'zini jajji xotirasiga ko'p yangiliklarni muhrlaydi. Bugun ro'zani so'nggi kuni. Shu sababdan dadam bizga osh qilib berdilar. Shuni sizlar bilan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Biz uyda o'choqda ovqat qilishni juda yaxshi ko'rishadi. Babi tam boshqacha bo'ladi-da. Oshimiz uchun dumba yog'ini eritib olamiz va keraklicha pista yog' qo'shamiz. Dadam aytishlari bo'yicha oshga aynan shunaqa suyetchalar qo'shilsa, eng zo'r ta'mini ketidan piyozni qo'shamiz. Chiroyli bo'lib qovurilgach, go'shtni solamiz va selib ketguncha o'rta olovda qovuramiz. Go'shtni me'yorda yetilganini kabgirni orqasiga salgina qora yopishganidan bilish mumkin ekan. So'ng ketidan sabzilarni solib, salgina qovurdilar. Tuz solmadilar, sababi qovurganda ezilib ketmasin dedilar. Suv quygandan keyin tuz qo'shdilar va zira sepdilar. Zirve 45 minut miltillab qaynab yotdi. Oshni oq yoki qizil bo'lib chiqishi qovurganga bog'liq emas, aynan ko'p yoki kam suv quyib qaynatishga bog'liq ekan. Qancha ko'p qaynasa osh shuncha to'qarar ekan. Endi 1 soat oldin evitilgan qo'qonni cho'ng'ara yoki devzira guruchini bir tekisda zirvekka solamiz. Qaynagan suv quyamiz, hamma yog'i bir tekisda qaynaguncha teynaymiz. So'ng olovni o'rtacha qilib guruchlarni yaxshilab yetiltirib yuboramiz. Chetlarini ko'tarib suvlarini chiqaramiz. Oshimizni past olovda 15 minutga damlab qo'yamiz. Aynan shu joyi mani videomga chiqmay qoldi. So'ng suzamiz va har xil salatlar bilan mazza qilib yeb olamiz. Agar yeginglar kelgan bo'lsa, albatta biznikiga mehmonga kelinglar. Dadam shirin oshlaridan yeb ketasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha. Inshaalloh keyingi ro'zai Ramazon oyida ham hammani oila a'zolari bilan birgalikda dasturxonda jamlanishlik nasib qilsin. Amin.